Assalomu alaykum labochi akalar. Mana bugun Shenera T30 ga tunuka qoplab tent uстановка qildik. Tunuka qoplab reshotkani karkasni joyiga mahkamladik. Chiroyli qilib tentini tortib yana videocha qilaman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar. Assalomu alaykum labochi akalar. Mana bugun Shenera T30 ga tunuka qoplab tent uстановка qildik. Tunuka qoplab reshotkani karkasni joyiga mahkamladik. Chiroyli qilib tentini tortib yana videocha qilaman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar.